Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz bizni kuzatayotgan mutaxassislar. Sizlar bilan ajoyib yana bir darsimizda g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Demak, bugungi darsimiz ham ajoyib loyiha ustida bo'lib o'tadi. Birinchi navbatda biz Word dasturimizda qog'ozni razmerini to'g'irlab olamiz. Biz maket bo'limi razmeri bo'limidan turgo'y razmerdan 6 va eniga 6, bo'yiga esa 3.6 razmer berib shunaqa holatga olib kelamiz. Ikkinchi holatda esa biz вставка figura to'g'ri burchak shaklini qog'ozning yuqori burchagidan taxminan 80% ni qoplab olamiz. Va endi pishgan o'ng tarafi nachat izminizlov bilan yuqori o'ng burchakdan shaklni quyidagicha holatga keltiramiz. Xo'p, ana endi mana shu turgan holatda biz qog'ozimizning yuqori burchagiga добавить uzel bilan ikkita nuqta qo'yamiz va mana bu nuqtani delete qilib olib tashlaymiz. Xo'p, ana endigi qiladigan ishimiz nuqtaga bosamiz va qog'ozimizni bo'rttiramiz. Ko'rib turganlaringizdek shunaqa holatga o'tadi. Va chetini olib tashlaymiz qog'ozimizni va qog'ozimizga qora rang beramiz. Va endi yana вставка figuradan murakkab shaklni tanlaymiz va yuqori burchakka taxminan mana shu joyga qo'yamiz. Ikkinchi uchini qog'ozning bu burchagiga olib kelamiz va taxminan mana shu joyga olib kelamiz va yana boshiga boramiz. Taxminimiz bo'yicha mana shu yerda edi. Mana endi buni ham chetini olib tashlaymiz Ctrl qilib va buni xo'p rangini sariq rang qilamiz va buni nachat izminizlov bilan o'rtiramiz. To'g'rirog'i shunday qilib qog'ozimiz yo'nalishida bu tarafni esa ichkariga tushiramiz. Qog'oz xuddi ochilayotganga o'xshab taassurot uyg'otish uchun. Mana bu tarafni esa sal oldinga chiqaramiz qog'ozni va bu tarafdan bosib qog'ozni sal ichkariga kirgizamiz. Xo'p, azizlar, mana bu joyda ozroq kamchilik qolib ketdi. Uni pishgan o'ng tarafi nachat izminizlov bilan to'g'irlab qo'yamiz. Mana endi bo'ldi. Xo'p, bunga soya beramiz. Format figura bo'limi, effekt figura, ten va soya. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu soyani yoki mana bu soyani berib olamiz. Xo'p, mana bu soyani bersak yaxshiroq bo'ladi. Mana salgina ichkariga tortamiz. Xo'p, mana yaxshi bo'lyapti hammasi. Endi qog'ozga rang beradigan bo'lsak, qog'ozimizga konstruktor bo'limi cvetdan nima rangni berib qo'yamiz. Hop. Va mana bu shaklga ham soya bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana endi azizlar juda ham ajoyib holatga keldi. Unchaki mana bu burchagini sal tortib qo'yamiz pastga. Mana bo'ldi. Xo'p. Endigi qiladigan ishimiz baroq ochilish taassurotini berdi. Mana bu yoqdan bizni qiladigan ishimiz endi gradiyent bermadik. Gradiyent berib olsak yanada yaxshi bo'ladi. Dalifga gradiyent, другой gradiyentdan gradiyentga bosadigan bo'lsak mana bunday holat paydo bo'ladi. Uchta qilib qo'yib, mana bunga qora rang, mana bunga qanaqadir qora rang berib, mana bu yoqni ochiq rang qilsak va liner gradiyent tursa, hop, biz buni gradis bilan bursak. Bunday buriladi mana. Taxminan
yorug'lik qayerdan tushayotgan bo'ladi? Xo'p, yorug'lik tepadan tushayotgan bo'ladi, bu yoq soya bo'ladi. Shuning uchun biz yorug'lik bu yoqqa tushirishimiz kerak. 220-30 gradus. Bunday tarqatadigan bo'lsak, bu tarafga ko'proq qorong'i bo'lib tushishi kerak bo'ladi. Taxminan mana shunday bo'lsin. Mana endi azizlar, mana buni soyasi bilan shug'ullanadigan bo'lsak, soyasi bilan qanday shug'ullanamiz? Effekt, ten, variant tendan soyaga qizil rang bersak nima deysizlar? Mana bunaqangi. Mana buni ham soyasi bilan shug'ullanib ten qizil rang bersak yanada chiroyliroq effekt bo'ladi. Mana buni uchun bunday to'g'rilab qo'yaman. Mana bo'ldi. Juda ham ajoyib holatga keldi. Mana bunga ham zaливка gradient berib olishimiz kerak bo'ladi. Другой gradient beradigan bo'lsak, mana bunday holat paydo bo'lib qoladi. Bunga mana bunaqa va mana bunaqa rang beramiz. Va bu tarafiga esa другой svetdan ochiqroq rang berishimiz kerak. Taxminan svet beradigan bo'lsak, mana bo'ldi. Xo'p, azizlar, xo'p, ana endi ichiga yozish jarayonini davom ettiramiz. Ichiga yozish uchun вставка figura ga kiramiz va 2020-ni yozib, orqa fon rangini olib tashlaymiz. Net zaливка. Xo'p, kontur net kontur va yozuv razmerini tanlab, razmerini kattalashtiramiz va Arial Black qilamiz. Va yozuv rangini oq rang qilamiz. Mana bo'ldi. Mana shunday qo'yadigan bo'lsak va buni biz orqaga o'tkazamiz. Nazarniy plan, permessiy nazad. Shundayginasiga kontrol bilan tortamiz va buni ham bitta orqaga o'tkazamiz. Tak, nazarniy plan, permessiy nazad. Va bunning rangini esa qora rang qilsak nima deysizlar? Mana yanada chiroyli chiqadi, faqat 0 o'rniga 6 qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mana endi qiladigan ishimiz shuni kontrol bilan tortamiz. Shriftini baxin shrift qilamiz va yozuv rangini oq rang qilamizda happy deb yozamiz. Qaytadan yozib ko'ramiz. Katta harflar bilan yozuv razmerini kichraytiramiz. Mana happy so'zini sal kattalashtiramiz. 40 qilsak yetadi. Menimcha 40. Mana bo'ldi. Happy. Hop. Mana 2026 sal pastga tushiramiz va sal o'ngga yuramiz. Mana bo'ldi. Azizlar, endi happy'ni orqaga o'tkazamiz. Permessiy nazad. Happy New Year degan yozuvni chiqarishimiz kerak, qisqasi. New Year deb buni rangini qoraga o'zgartiramiz va orqaga o'tkazamiz. Ozgina ko'rinmay qoldi, lekin ajoyib holatda. 26 ni ham sal orqaga tortamiz. Mana. Menimcha loyiha juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Word dasturida tayyorlandi loyiha. Albatta bu loyihani bajarib ko'rib, o'zlaringiz yanada Word bo'yicha bilimlaringizni oshirasizlar degan umiddaman. E'tibor uchun rahmat, kamchiliklar uchun uzr. Keyingi onlayn darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.